سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Barlıq hamd sanalar alemlerinin Rabbi Allah Teala xasdır. Durud ve salamlarımız Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge ve onun aile tevabatlarına ve sahabelerge ve o kişi kıyamet günü geçen mümin muttaqilerge olsun. Bugün okuyduğumuz İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin El-Adabul Mufrad namlı kitabı hakkında. Yani edep ahlak doğrusunda yalğız yiyen kitap degan ma'no dikildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bo'lgandan keyin insoniyatni tavhidga chaqirdi. Eng oldi bilan Alloh taologa yolg'iz yegan Allohga ibodat qilishga tavhidga chaqirdi. Shuning bilan birga insonlarni eng go'zal axloqqa chaqirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelarni eng go'zal axloq tarbiyaladi. O'zining eng go'zal axloqi bilan ulgu bo'ldi. Shuning uchun islom dinimizda tavhid va adab axloq dinning eng muhim ikki taraf hisoblandi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining Sahihul Buxoriy nomli sahih hadislar to'plam kitobi bor. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Sahihul Buxoriyda butunlay sahih hadislar rivoyat qildi. Al-Adabul Mufrad nomli bu axloq haqidagi bu kitobda bo'lsa, sahih hadislar bilan birga da'if hadislarni rivoyat qilgan. Chunki axloq borasida, axloq haqida da'if hadislarni rivoyat qilish joiz deydi olimlar. Darsimizni boshlasak, İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi shunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Nayt shafqatli mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Birinchi bab, babu qavlillahi ta'ala va vasaynal insana bivalidayhi husna. Alloh taolaning biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilish haqida vasiyat qildik, ya'ni buyurdik degan so'z haqida. Birinchi hadis. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. أبو عمرو الشيباني degan tabi'i shunday deydi. Bizga bu uyning, bu holining egisi bizga so'zlab berdi deb qo'li bilan Abdullahning uyiga ishorat qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning uyiga ishorat qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu shunda deydi. Sa'altun nabiyya sallallahu alayhi ve sellem ayyul amali ahabbu ila Allah azza ve jalla. Qaysi amal Alloh taolo eng suyimlik deb so'rdim. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellemdan. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem qala as-salatu ala vaqtiha. O'z vaqtida o'qilgan namoz dedi. Qultu summa ayyun. Abdullah ibn Mas'ud men andan keyin qaysi desam, qala summa birrul validayn. Andan ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Qultu summa ayyun. Ondan keyin qaysi desam, payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Qala haddasani bihinna va law istazadtuhu lazadani. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday deydiki, payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem menga bularni so'zlab berdi. Agar men yana ziyoda qilib so'ragan bo'lsam, payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem ziyoda qilib javob beradi deydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qaraydigan bo'lsak, mana shu 3 gapni so'rablar bo'ldigan. Ya'ni ziyoda qilib so'ragan bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam javob berdi. Lekin sahobalarning maqsadi faqat ilm o'rganishli bo'lib qolmasdan amal qilish. Sahobalar amal qilishni birinchi o'ringa qo'ydigan bo'lg'achqa ko'p so'ramay ash uch bilan foydalangan. Bu hadisdan olingan foydalar namozni o'z vaqtida o'qishning Alloh taologa eng suyimli amal ekanligi. Ondan ota-onaga yaxshilik qilishning Alloh taologa suyimli amal ekanligi. Allah yo'l jihad qilishning namoz va ota-onaga yaxshilik qilishdan keyin eng suyimli amal ekanligi. Allah yo'lda jihad qilish qaraydigan bo'lsak, ota-onaga yaxshilik qilishdan keyin kelgan. Asli qoidada shunday bo'ldi. Lekin kafirlar islom diyorlarini besib olgan. Shunda ahvolasida bizning ahvolimizga o'xshash. Ota-onaning ijozasiz jihadga chiqish farzayin bo'lib ketdi. Şuna hükümlerimi şaraitlarının ahvallarının o'xshash bo'lmasligiga qarab o'zgardi. Ota-onalar farzandlarini Alloh yo'lida jihadga chiqib qo'ymasa, bugungidek ahvollarda masalan. Farzandlar Alloh yo'lida jihad qilmasa, Alloh yo'lida xizmat qilmasa,
kafirlarning sepib turib majburiy kafirlar tarafidan majburiy olib ketilinib majburiy kafirning sepib turib xizmat qilgan gap diniga qarshi. İkinci hadis. Haddesena Adem قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال Abdullah ibn Ömer radhiyallahu anhudan rivoyat qilib mundaq deydi. Bu hadis qarsak mavquf, ya'ni Abdullah ibn Ömerning so'zidagi, lekin Sahihul Buxoriyda marfu holatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan deb marfu holat kelgan. Ridar Robbi fi ridal valid va sahatur Robbi fi sahatil valid. Allah Taalaning Rabbning rizoligi dadining roziligida bo'ladi. Rabbning g'azabi ochiqlanishi otining dadining g'azabida bo'ldi deydi. Ya'ni bu hadisdan nima chiqadi deganda dadingizni rozi qilsangiz Alloh sizdan rozi bo'ladi, dadingizni xafa qilsangiz Alloh sizdan xafa bo'ladi degan gap. Ammo dadimiz, ota-onamiz bizni Alloh taologa osiylik qilishga, gunoh ma'siyat buyurgan ahvol ostida u chaqda ota-onamizga itoat qilsak bo'lmaydi. Dinimizga zarar yetmaydigan ishlarga buyursa, yaxshi ishlarga buyursa, itoat qilishimiz kerak. Ammo dinimizga zarar yetadigan, gunoh ma'siyat boshlaydigan ishlar bo'lib qolsa, ota-onamizga itoat qilmaymiz u chaqda. Allah Taala bizni ota-onamizga yaxshilik qildigan, ota-onamiz bo'lmasa duo qilib ularning haqqida salih amallarni qildigan yaxshi farzandlardan bo'g'ilni qilsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.